Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majburlanadimi? Kimlar albatta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak? Kimlar esa bundan xavotir olmasligi mumkin? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-ona, bobo-buvi yoki nogironlik pensiyasi olayotgan yaqin inson bor. Agar siz bu masalani vaqtda tushunib olmasangiz, pensiya to'lovida kechikish, hujjat qayta topshirish, ortiqcha yugur yoki noto'g'ri xulosa chiqarish holatlariga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men buni oddiy, tushunarli tilda, amaliy misollar bilan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Hamma pensioner bir xil tartibda shifokorlik komissiyasidan o'tadimi? Yo'q. Hamma holat bir xil emas. Yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro bilan nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning huquqiy holati, tibbiy hujjatlari va tekshiruv talablari farq qiladi. Oldin ko'pchilikda shunday tushuncha bor edi. Bir marta pensiyaga chiqdimmi? Endi davlat menga pensiyani doimiy to'laydi. Boshqa hech qanday tekshiruv bo'lmaydi. Bu fikr yoshga doir oddiy pensiya uchun ko'p hollarda to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, erkak kishi belgilangan yoshga yetib, ish staji yetarli bo'lsa, ayol kishi ham belgilangan yosh va staj asosida pensiyaga chiqqan bo'lsa, ular har yili shifokorlik komissiyasidan o'tib turishi shart degan umumiy qoida yo'q. Lekin nogironlik asosida pensiya yoki nafaqa olayotgan fuqarolarda vaziyat boshqacha. Bu yerda pensiya shunchaki yoshga qarab emas, sog'liq holati, mehnat qobiliyati, kasallik darajasi yoki nogironlik guruhi asosida tayinlanadi. Demak, davlat bu holat davom etyaptimi yoki yo'qmi? Nogironlik guruhi o'zgarganmi? Odamning sog'lig'i yaxshilanganmi yoki og'irlashganmi? Shuni ma'lum muddatlarda tekshirishi mumkin. Mana asosiy o'zgarish ham ko'pincha shu joyda yuzaga keladi. Ilgari ayrim odamlar komissiya muddati tugaganini bilmay yurishgan, hujjatlarni kech topshirishgan yoki mahalladagi gap so'zlarga ishonib, menga tegishli emas deb o'tirishgan. Hozir esa tizimlar asta-sekin elektronlashmoqda, ma'lumotlar solishtirilmoqda, pensiya va nafaqalar tayinlanishi bo'yicha hujjatlar ko'proq tekshirilmoqda. Shuning uchun kimning hujjatida tibbiy qayta ko'rik muddati ko'rsatilgan bo'lsa, u kishi bu muddatni o'tkazib yubormasligi kerak. Men birinchi navbatda nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolarga murojaat qilaman. Agar sizda nogironlik guruhiy muddatli qilib belgilangan bo'lsa, masalan 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum sanagacha berilgan bo'lsa, siz albatta o'z hujjatlaringizni tekshirishingiz kerak. Sizning tibbiy xulosangizda qayta ko'rik muddati bo'ladi. Ana shu sana yaqinlashsa, siz shifokorlik komissiyasidan qayta o'tishingiz talab qilinishi mumkin. Masalan, bir fuqaro 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya olyapti. Uning tibbiy xulosasi 2025 yil 15 martgacha amal qiladi. Agar u 15 martdan oldin oilaviy poliklinikaga murojaat qilmasa, kerakli tahlillarni topshirmasa, komissiyaga yo'llanma olmasa, keyin pensiya bo'yicha muammo chiqishi mumkin. To'lov darhol butunlay yo'q bo'lib ketadi deb vahima qilish kerak emas, lekin hujjat muddati o'tgan bo'lsa, to'lovni davom ettirish uchun asos so'raladi. Natijada odam yana poliklinika, shifokorlar, komissiya, pensiya bo'lim o'rtasida yurishga majbur bo'ladi. Yana bir misol. 17 yoshli otaxon yoshga doir pensiya oladi, lekin u pensiyaga oddiy yosh bo'yicha chiqqan. Unda nogironlik guruhi yo'q. Bunday holatda u faqat pensiya olayotgani uchun majburiy shifokorlik komissiyasidan o'tishi kerak deb aytish noto'g'ri bo'ladi. Albatta, sog'ligi uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi foydali. Lekin pensiya huquqini tasdiqlash uchun har yili komissiyaga borishi shart degan ma'no yo'q. 3-misol. 58 yoshli ayol avval 3 guruh nogironligi bo'yicha nafaqa olgan. Keyinchalik yoshga doir pensiya yoshiga yetgan. Bu yerda hujjatlar qanday rasmiylashtirilganini aniqlash kerak. Agar u endi yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, nogironlik bo'yicha muddatli xulosaning pensiyaga ta'siri boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin agar uning pensiya miqdorida nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar yoki alohida maqom hisobga olingan bo'lsa, bu holatni pensiya organi va tibbiy xulosa bilan aniqlashtirish zarur. Shuning uchun men har doim bir narsani aytaman. Men pensionerman, demak menga hech narsa tegishli emas deb o'ylamang. Yoki aksincha, endi hammani komissiyaga haydashar ekan deb vahima qilmang.
To'g'ri savol bunday bo'lishi kerak. Men qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olayapman? Mening hujjatimda qayta ko'rik muddati bormi? Mening to'lovim tibbiy xulosaga bog'liqmi? Birinchi toifa. Muddatli nogironlik guruhi bor fuqarolar. Agar sizda nogironlik muddatsiz emas, aynan ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, qayta ko'rik masalasi siz uchun juda muhim. Odatda bunday fuqarolarga kasallik holati o'zgarishi mumkin. Davolanishdan keyin mehnat qobiliyati qisman tiklanishi mumkin yoki aksincha o'g'irlashishi mumkin deb qaraladi. Ikkinchi toifa bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslar yoki nogironligi bor farzandlar uchun nafaqa olayotgan oilalar. Bu holatda bola ma'lum yoshga yetganda hujjatlarni qayta ko'rib chiqish, nogironlik darajasini aniqlash yoki boshqa toifaga o'tkazish zarur bo'lishi mumkin. Masalan, bola 29 yoshga to'lganda uning maqomi avtomatik ravishda avvalgidek davom etmaydi. Kattalar uchun tibbiy mehnat ekspertizasi tartibi bo'yicha masala qayta ko'rilishi mumkin. Uchinchi toifa ishlab chiqarishdagi jarohat, kasb kasalligi yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq pensiya olayotganlar. Bunday holatda sog'liq holati bilan birga mehnat qobiliyatining yo'qotilish foizi, jarohat oqibatlari, ish bilan bog'liqlik hujjatlari ham ahamiyatli bo'ladi. Agar hujjatda qayta ko'rik muddati ko'rsatilgan bo'lsa, unga befarq qarash mumkin emas. To'rtinchi toifa oxirgi yillarda hujjatlarni yangilamagan, manzili o'zgargan, telefon raqami almashgan, lekin pensiya organi yoki poliklinikaga bu haqda xabar bermagan fuqarolar. Ko'pincha muammo komissiyaning o'zidan emas, xabarnoma yetib bormaganidan boshlanadi. Odam menga hech kim aytmadi deydi. Tizim esa muddat tugagan deb turadi. Shuning uchun aloqa ma'lumotlari dolzarb bo'lishi kerak. Yoshga doir pensiya olayotgan, pensiyasi faqat yosh va ish staji asosida tayinlangan fuqarolar odatda har safar tibbiy komissiyadan o'tish orqali pensiyasini tasdiqlab turmaydi. Masalan, 15 yoshli erkak 30 yillik ish staji bilan pensiyaga chiqqan bo'lsa, uning pensiyasi tibbiy xulosaga emas, yoshi va stajiga bog'liq bo'ladi. Unga komissiyadan o'tmasangiz pensiyangiz to'xtaydi deb aytsa, darhol rasmiy manbadan tekshirtirish kerak. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan ayrim oilalarda ham sharoit boshqacha bo'ladi. Bu pensiya tibbiy holatdan ko'ra boquvchining vafoti, oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar, bolalarning yoshi va o'qish kabi omillarga bog'liq. Lekin agar oiladagi oluvchi shaxs nogironlik asosida mehnatga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, u holda tibbiy xulosa muhim bo'lishi mumkin. Demak, pensiya turi va asosini aniqlash birinchi o'rinda turadi. Muddatsiz nogironlik belgilangan fuqarolar ham vaziyatni to'g'ri tushunishi kerak. Agar hujjatda nogironlik muddatsiz deb belgilangan bo'lsa, odatda doimiy ravishda har yili qayta ko'rikdan o'tish talabi qo'yilmaydi. Lekin bu umuman hech qachon tibbiy hujjat kerak bo'lmaydi degani emas. Ba'zi imtiyozlarni rasmiylashtirishda sanatoriy yo'llanmasida, protez ortopediya vositalarida, dori-darmon ta'minotida yoki boshqa xizmatlarda yangi ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Bu pensiyaning o'zi bilan aralashtirilmasligi kerak. Eng katta xato shuki, odamlar tibbiy ko'rik, shifokorlik komissiyasi, nogironlikni qayta ko'rish, pensiyani qayta hisoblash tushunchalarini bir-biriga aralashtirib yuboradi. Har bir alohida masala. Tibbiy ko'rik oddiy sog'liq tekshiruvi bo'lishi mumkin. Masalan, qon bosimi, yurak, qandli diabet, ko'z, buyrak, asab tizimi bo'yicha tekshiruv. Bu odamning sog'ligini nazorat qilish uchun kerak. Shifokorlik komissiyasi esa rasmiy xulosa beradigan jarayon bo'lishi mumkin. Bu yerda shifokorlar mavjud kasallik, tahlillar, davolanish tarixi, mehnat qobiliyati va boshqa hujjatlarni ko'rib chiqadi. Nogironlikni qayta ko'rish esa alohida masala. Bu jarayonda nogironlik guruhi saqlanadimi, o'zgaradimi yoki bekor qilinadimi? Shu aniqlanishi mumkin. Masalan, 2 guruh, 3 guruhga o'zgarishi, 3 guruh saqlanishi yoki ayrim holatda guruh muddatsiz belgilanishi mumkin. Ba'zan esa kasallik og'irlashsa, guruh yuqoriroq darajaga o'tkazilishi ham mumkin. Pensiyani qayta hisoblash esa moliyaviy masala. Agar guruh o'zgarsa, ish staji bo'yicha yangi ma'lumot chiqsa, ish haqi ma'lumotlari aniqlansa yoki boshqa asos paydo bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Demak, shifokorlik komissiyasidan o'tish har doim pensiya kamayadi degani emas. Ba'zi holatda aksincha odamning holati og'irlashgani tasdiqlansa, unga yuqoriroq to'lov, qo'shimcha yordam yoki imtiyozlar berilishi mumkin. Birinchi xato hujjat muddati tugashini kutib yurish. Men tavsiya qilaman,
Qayta ko'rik muddati tugashidan kamida 1,5 yoki 2 oy oldin harakatni boshlang. Chunki tahlillar, tor mutaxassislar ko'rigi, kasallik tarixi yo'llanma, navbat masalalari vaqt oladi. Bugun bordim, ertaga komissiyadan o'tdim. Indinga hammasi tayyor bo'ldi deb o'ylash amaliy hayotda har doim ham ishlamaydi. Ikkinchi xato eski hujjatlarga ishonib qolish. Masalan, odamda 5 yil oldin kasalxona chiqarmasi bor. U menda hujjat bor deydi. Lekin komissiya hozirgi holatni ko'rishni xohlaydi. Hozirgi tahlillar, hozirgi tashxis, oxirgi davolanish ma'lumotlari shifokor kuzatuv kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi xato og'zaki gapga ishonish. Kimdir mahallada hammani komissiyaga chaqirishyapti deydi. Boshqa biri komissiyadan o'tsang, pensiyangni kamaytirishadi deydi. Uchinchisi bormasang ham bo'ladi deydi. Men ekspert sifatida aytaman. Bunday masalada faqat rasmiy hujjat, pensiya organi ma'lumoti, poliklinika yo'llanmasi va amaldagi tartib asos bo'ladi. Og'zaki gap bilan pensiya masalasini hal qilib bo'lmaydi. 4-xato komissiyada holatini to'liq aytmaslik. Ba'zi odamlar shifokor oldida uyaladi, kasalliklarni kamaytirib aytadi, mayli o'tib ketadi deydi. Natijada hujjatda real holat to'liq aks etmaydi. Komissiya oldida sog'lig'ingizni bo'rttirish ham kerak emas, yashirish ham kerak emas. Qaysi dori ichyapsiz, qachon kasalxonada yotdingiz, qaysi ishlarni bajara olmaysiz, kunlik hayotingizda nima cheklangan. Barchasini aniq aytish kerak. 5-xato nusxa olmay yurish. Har bir muhim hujjatning nusxasi o'zingizda bo'lsin. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, kasalxona chiqarmalari, tahlillar, shifokor xulosalari, mehnat daftarchasi yoki stajga oid hujjatlar, arizalar nusxasi tartib bilan saqlansin. Hujjat yo'qolsa yoki tizimda ko'rinmasa, qo'lingizda nusxa bo'lishi sizni ko'p muammodan qutqaradi. Birinchi qadam. Pensiyangiz turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Buni pensiya hujjatingizdan, bank to'lov ma'lumotidan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlash mumkin. Agar aniq bilmasangiz, mening pensiyam qaysi asosda tayinlangan deb yozma yoki og'zaki so'rang. Ikkinchi qadam. Tibbiy xulosangizni tekshiring. Agar nogironlik guruhi bo'lsa, ma'lumotnomada guruh, sabab, muddat va qayta ko'rik sanasi ko'rsatilgan bo'ladi. Ana shu sanani alohida yozib qo'ying. Telefoningizga eslatma qo'ying. Farzandlaringizga ayting. Hujjat papkasining ustiga yozib qo'ying. Bittasidan o'tib ketgani uchun odam bir necha hafta yugurib yurishi mumkin. 3-qadam oilaviy poliklinikaga boring. Odatda jarayon birinchi bo'lib hududingizdagi oilaviy shifokordan boshlanadi. Shifokorga nogironlik bo'yicha qayta ko'rik muddatim yaqinlashyapti. Komissiyaga tayyorgarlik uchun qanday tekshiruvlardan o'tishim kerak deb aniq ayting. Shifokor sizni kerakli mutaxassislarga yuborishi mumkin. Kardiolog, nevropatolog, endokrinolog, oftalmolog, travmatolog, jarroh yoki boshqa mutaxassis. 4-qadam. Tahlil va tekshiruvlarni vaqtida topshiring. Qon tahlili, siydik tahlili, EKG, rentgen, UZI, MRT yoki boshqa tekshiruvlar kasallikka qarab so'ralishi mumkin. Hamma odamga bir xil tekshiruv kerak bo'lmaydi. Masalan, yurak kasalligi bor odamga kardiolog xulosasi muhim. Qandli diabeti bor odamga endokrinolog kuzatuvi. Insultdan keyingi holatda nevropatolog xulosasi, ko'rish bilan bog'liq holatda ko'z shifokori xulosasi muhim bo'ladi. 5-qadam. Kasalxona chiqarmalarini yig'ing. Agar oxirgi 1-2 yil ichida shifoxonada davolangan bo'lsangiz, chiqarmalarni albatta oling. Masalan, odam yurak xuruji bilan davolangan bo'lsa, stent qo'yilgan bo'lsa, insult bo'lgan bo'lsa, operatsiya qilingan bo'lsa, bular komissiya uchun juda muhim ma'lumot. Faqat men kasal bo'lganman deb aytish yetarli emas. Buni hujjat tasdiqlash kerak. 6-qadam. Ariza va yo'llanmani to'g'ri rasmiylashtiring. Agar komissiyaga yuborish uchun poliklinika tomonidan rasmiy yo'llanma kerak bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri yozilganini tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, yashash manzili. Tashxis, ilova qilingan hujjatlar, shifokor imzolari to'g'ri bo'lishi kerak. Oddiy imlo xatosi ham keyin ortiqcha savol tug'dirishi mumkin. 7-qadam. Pensiya bo'limi bilan bog'laning. Agar komissiya muddati, pensiya to'lovi yoki hujjat topshirish bo'yicha shubhangiz bo'lsa, hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Mening tibbiy qayta ko'rik muddatim falon sana. To'lov to'xtab qolmasligi uchun qanday hujjat topshirishim kerak deb so'rang. Imkon bo'lsa, javobni yozma shaklida
yoki hech bo'lmaganda murojaat raqami bilan oling. 8-qadam natijani tekshiring. Komissiyada o'tib bo'lgach, xulosa qaysi muddatga berilganini, guruh saqlanganmi yoki o'zgarganmi, pensiya organiga ma'lumot yuborilganmi, bularni aniqlang. Komissiyadan o'tdim, endi hammasi o'zi bo'ladi deb butunlay befarq bo'lmang. Elektron tizimlar ishlasa ham amalda tekshirib qo'yish foydali. Tasavvur qiling, 62 yoshli fuqaro 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. U yurak operatsiyasidan keyin nogironlik olgan. Xulosa 2 yilga berilgan. Muddati 1 yilda tugaydi. Agar u aprel oyida poliklinikaga borsa, may oyida tahlillarni topshirsa, kardiolog xulosasini olsa, komissiyaga vaqtida kirsa, pensiya to'lovida uzilish bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Agar u iyul oyida eslasa, hujjat muddati allaqachon o'tgan bo'ladi va jarayon qiyinlashadi. Yana bir holat. 7000 yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi. Unga qo'shnisi, hamma pensionerni komissiyaga chaqirishyapti, bormasang pensiyangni kesishadi deydi. Ayol xavotirlanadi. Lekin hujjatini tekshirtirganda ma'lum bo'ladiki, uning pensiyasi yosh va staj asosida tayinlangan. Nogironlik guruhi yo'q, qayta ko'rik sanasi ham yo'q. Demak, u pensiyasi uchun majburiy tibbiy komissiyadan o'tish kerak emas. Lekin sog'ligi uchun profilaktik ko'rikdan o'tish albatta foydali. Yana bir misol. 19 yoshga kirgan yigit bolalikdan nogironlik bo'yicha nafaqa olgan. 19 yoshdan keyin hujjatlar kattalar tartibida qayta ko'rishi kerak bo'lgan, lekin oila buni bilmagan. Natijada to'lov bo'yicha savollar paydo bo'lgan. Agar oila 17 yosh 10 oyligida poliklinikaga borib, keyingi tartibni so'raganda hujjatlar oldindan tayyorlanardi va muammo kamayardi. Agar sizga tushunarsiz talab qo'yilsa, men og'zaki tortishishni emas, yozma aniqlashtirishni tavsiya qilaman. Masalan, pensiya bo'limiga yoki poliklinikaga shunday mazmunda murojaat qilish mumkin. Mening pensiyam yoki nafaqam qaysi asosda to'lanmoqda, qayta tibbiy ko'rikdan o'tishim shartmi? Agar shart bo'lsa, qaysi muddatgacha va qaysi hujjatlar bilan murojaat qilishim kerak? Bunday savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. Menga nima bo'ladi deb umumiy so'rasangiz, umumiy javob olasiz. Mening qayta ko'rik sanam falon, pensiya turim falon, qanday hujjat kerak deb so'rasangiz, mas'ul xodim ham vaziyatni to'g'ri ko'radi. Agar komissiya xulosasiga rozi bo'lmasangiz, buning ham tartibi bor. Masalan, siz sog'lig'ingiz og'ir deb hisoblaysiz. Lekin guruh pasaytirilgan bo'lsa yoki bekor qilingan bo'lsa, darhol janjal qilishdan oldin xulosani oling. Qaysi asoslar ko'rsatilganini o'qing. Qo'shimcha tibbiy hujjatlaringizni tayyorlang va belgilangan tartibda qayta ko'rib chiqish yoki shikoyat qilish imkoniyatini so'rang. Har bir qarorga nisbatan murojaat qilish tartibi bo'lishi kerak. Men pensionerlarning farzandlariga ham alohida murojaat qilaman. Ko'p ota-onalar hujjat ishlarida qiynaladi. Ular sanani unutishi, qaysi xonaga kirishni bilmasligi, shifokor aytgan ro'yxatni tushunmasligi mumkin. Agar oilangizda nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan inson bo'lsa, bir marta vaqt ajrating va uning hujjatlarini tartiblang. Alohida papka qiling. Ichiga shaxsni tasdiqlovchi hujjat nusxasi, pensiya hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosalar, kasalxona chiqarmalari, oxirgi tahlillar, dori ro'yxati, shifokor telefonlari va qayta ko'rik sanasini solib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin kerakli paytda juda katta yordam beradi. Shuningdek, ota-onangizning telefon raqami pensiya organida va poliklinikada to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Manzil o'zgargan bo'lsa xabar bering. Ba'zan chaqiruv yoki eslatma eski manzilga ketadi. Keyin odam men bilmadim deb qoladi. Demak, asosiy fikr shuki, hamma pensioner avtomatik tarzda majburiy shifokorlik komissiyasidan o'tadi. Degan gapni to'g'ri deb qabul qilish mumkin emas. Lekin nogironlik pensiyasi, nogironlik nafaqasi, muddatli tibbiy xulosa, bolalikdan nogironlik, mehnat qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq to'lovlar bo'lsa, komissiya masalasi juda jiddiy. Men sizlarga vahma emas, tartib kerakligini aytmoqchiman. Hujjatni oching, pensiya turini aniqlang, qayta ko'rik sanasini ko'ring, poliklinikaga vaqtida boring, kerakli tahlillarni topshiring. Pensiya bo'limidan aniq ma'lumot oling. Eng katta himoya bu hujjatning tartibli bo'lishi va muddatni o'tkazib yubormaslikdir. Bugungi mavzuda men pensionerlar shifokorlik komissiyasidan qachon o'tishi kerak? Kimlar xavotir olishi zarur? Kimlar o'rtacha vahma qilmasligi kerak? Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin va qanday amaliy qadamlar tashlash lozimligini batafsil tushuntirdim. Endi sizdan so'rayman. Sizning hududingizda
pensionerlarni yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolarni qayta ko'rikka chaqirish holatlari bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham real tajribani bilsin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot odamni ortiqcha sarsonlikdan, pensiya muammosidan va keraksiz xavotirdan asrab qolishi mumkin.